Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, salomatmisizlar? Farg'ona xalqaro aeroporti inshaalloh mana ziyoratchilarimiz bilan to'lib toshgan. 1-oktyabrda ikkita reysimiz bor. Birinchi reysimiz Farg'ona Jidda, ikkinchi reysimiz Farg'ona Madina inshaalloh. Chiroyli holatda hammalarini kuzatib, inshaalloh chiroyli holatda kayfiyatlarini ko'tarib jo'natyapmiz. Mana hozir registratsiyalarni boshlash arafasidamiz. Vizalar berildi, bejilar berildi, formalamchalar omagalar oldi. Endi xudo xolasa hozir registratsiya yaqin soatlarda boshlanadi. Aeroportimiz ziyoratchilarimizga to'lib toshgan, alhamdulillah. Mana ko'rib turganlaring hammasi yuksak traveldan ketayotgan ziyoratchilarimiz. Hammalari kayfiyatlari a'lo, do'stimiz, xizmatdalar, do'stimizdan ham Alloh rozi bo'lsin xizmatlaridan. Hammani kayfiyati a'loda, xudo xolasa. Juda chiroyli holatda mana qorakalarimiz, yo'lboshchilar, hamma ziyoratchilarimiz mana osoyishta, sokinatda o'tirishib, endi hozir registratsiyalardan o'tkazamiz. Xudo xolasa keyin albatta ichkaridan ham kadrlar bo'ladi. So'x ahli uchun ajoyib yangilik. Farg'onaning So'xidan 50 ga yaqin ziyoratchilarimiz inshaalloh Jidday Muborakka yo'l olishyapti. Albatta bularni registratsiyalardan o'tkazish jarayonlari hammasida xizmatda mana shu yerda qorakalarimiz, xodimlarimiz jon kuydirishyapti. Duo qilinglar, birodarlar, yaqinlar. Bizni ham ota-onalarimiz, sizni ham ota-onalaringiz chiroyli holatda mana shu registratsiyalardan o'tib Umra safarlariga aynan yuksak traveldan yo'l olasiz. Allah. Farg'onaning So'xidan 50 ga yaqin ziyoratchilarimiz 1-oktyabrda Farg'ona xalqaro aeroportidan yo'lga chiqishmoqda inshaalloh. Albatta ziyoratlarni Alloh qabul qilsin. Bularga ko'mak bo'layotgan Ilhom akamdan ham Alloh rozi bo'lsin xizmatlardan. Yosh ulug'lardan duo olamiz. Qani G'oshtog'a bir duo qiling. Amin. Mana tashkil qilgan hamma Amin. rahmat. Amin. Ilhomjon bilan Abdulqodir deganlar. Amin. Amin. Bizga rahbar bo'lib, Amin. hajga boryapmiz. Xudo xolasa eson amon yaxshi qilib amallarda ijro qilamiz. Allohu akbar. Salomat bo'linglar hojdadalar. Salomat bo'linglar. Oh yo'l. Allah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana azizlar, inshaalloh hozir parvoz mekanam davomida sog'liq safaron huma bexatar gardona hamma yo'lga ishit. Duo qilamiz. Xudovand taolo safaron huma bexatar gardona hamma muonasib gardona hamga ziyoratlardan. Amin va rabbim.